Jensbek. Hozir chiqyapman. Ha, jitel. Tak, hech kim yo'q-ku. Bu kitobni kim tashlab ketdi? Jitel. Kim chaqirdi o'zi meni? Yo'q, ovozi jitelga o'xshardi. Hammaga salomlar. Mening ismim Jensbek va 13-qishloqqa xush kelibsizlar. Esingizda bo'lsa, merning xotini yo'qolgan va nima? Tushunursin. Bu yozuvni ko'rdinglarmi? Bo'lishi mumkin emas. Ertalabdan tushunursin, demak hozir men yonimga Crazy Jizel kelgan bo'lishi mumkin. Men esa uni qo'yib yubordim. Hatto bir tarafdan o'ylab qaraydigan bo'lsak, men uni qanday tutishim mumkin edi? Janob mer, menga xat keldi. Xat? Ha, buni qarang. Merning xotini menda deb yozilgan. Nima, rostdan ham kim tashlab ketgan? Crazy Jizelmi? Men ham shunday deb o'ylayapman. Ovozidan tanimadim, lekin Jizel edi, g'alatiroq qandaydir degan. Xullas men o'zim hammasini hal qilaman. Tak, merni ortiqcha narsalar bilan hozir zagruzit qilish vaqti emas. O'zini ishi o'ziga yetadi, chunki mer juda ham muhim. Agarda qishloqdan hozir merni olib qo'ysak, qanday olib qo'yamiz? Hozir aytib bersak bo'layotgan ishlarni u xayoli bilan ana shu bo'layotgan ishlarga ketadi, sho'ng'ib va qishloq ishlari qolib ketishi mumkin. Mer esa qishloq bo'lmasa yashash mumkin. Qishloq esa mersiz yashay olmaydi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aytgancha, mana bu uyni kim eslasa, buni tagida tunnellar bor edi. O'sha yerda Crazy Jizel kovlagan bo'lishi mumkin. Men 100% ishonchim komilki Crazy Jizel kovlagan va afsuski u yerda hech narsani topa olmadik. Ha do'stlar, hozir sizlarga borib ko'rsatishim mumkin. Menga umuman jalki emas bunaqangi sirli narsalarni sizlarga ko'rsatish. Sizlar like bosib kanalga obuna bo'lsangiz bo'lgani. Hozir mana bu tak, stop. Bu yerda ochiq turibdimi? Nima edi bu? Tushunmadim. Tak. Crazy Jizel kelib ketganga o'xshaydi bu yerga, yoki kim qurgan bo'lsa ham. Aytgancha do'stlar, bu yerga biz allaqachon kamera ham o'rnatganmiz. Buni tepasida kirsa mana bu uy turibdi. Xo'sh, hech narsa o'zgarmagan ko'rinadi. Mayli, lekin kelgani aniq do'stlar, chunki bu yer mana kamera turibdi. Kirib chiqqanida signal kelgan bo'lardi. O'tkazib yuborgan ko'rinaman. Mayli, hozir boramizda tekshiramiz. Mana buni ekishimiz kerak. Shuning uchun davakillar urib olamiz bularni hammasini, yoki kartoshka qanday aytilar ekan? Menimcha kartoshkani kovlab olish kerak, ammo shunchaki tepada chiqib turibdi, urib olsak bo'ladi. Mana bo'ldi, hammasini ekamiz va yaxshi bo'ldi. Огород tayyor. Endi esa merning yoniga borishimiz mumkin bo'ladi va unga hammasini aytsammikin? Menimcha uni xotini allaqachon o'lib bo'lgan. Ha do'stlar, Crazy Jizel manyak va u nima deding? Hech nima, mana kartoshkani oling. Nima? Hech nima. Yo'q do'stlar, merga aytishga umuman duxim yetmaydi. Chunki hozir aytib bersam, aniq u juda ham qattiq motam tutishni boshlaydi va bizni qishloq katta muammolarga uchrashi mumkin. Nima deb tushuntirishni ham bilmayapman do'stlar. Mer juda ham muhim shaxs. Bu yerda qishloq mersiz yashay olmaydi. Shunga juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak gapirayotgan gaplarimiz bo'yicha va qani tekshirib ko'raychi. Signal keldi-ku. Tak. Bu yerda hech kim yo'q. Xo'sh. Bu yerda ham hech kim yo'q. Nimalar bo'lyapti? G'alati. Mana do'stlar, Crazy. Tushunursin. Yana kovlashni davom ettirishga kelgan shekilli. Opa, ko'rdi kamerani. Vahima qilyapti. Bo'ldi Crazy, dabdala bo'lding. Ana shu yerdan chiqib ketarmikin? Ana shu yerdan chiqib ketdi. O'tgan safar ko'rmay qolibman-da. Hozir do'stlar yoniga chiqamiz. Hech qayerga qochib keta olmaydi. Tak, bularni hammasini olishimiz kerak va bo'ldi. Olg'or do'stlar, orqasidan boramiz va uni tutib olamiz. Maraz Crazy qo'lga tushdi. Hozir yomon bo'ladi Crazy. Tak, bu yerdan axir chiqib ketdi, lekin qayoqqa chiqib ketgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Mayli. Ana u, Crazy, shoshma, tishing ursin. Qishloqchida otish yaxshi g'oya emas edi. Mayli, qani? Qayoqqa g'oy bo'ldi? Tishing ursin. Crazy. Mana. Yashirinib olgan ko'rinadi daraxtni yoki uyning orqasiga. Hozir tutaman. Crazy, shoshma. Tutib olibsan. Otib olmayman orqasidan, chunki merni xotinini topa olmaymiz, o'ldirib qo'ysam. Crazy, seni mayda qilaman hali. Merni xotinini topay. Hozir tutaman. Davay. Bo'ldi, oz qoldi. Crazy, taslim bo'l. Tepaga kelib qoldim-ku. Xo'sh, meni tutding, ana Jensbek. Lekin senga savolim bor. U nima bo'ldi? U meni qarorgohim desam bo'ladi. Senga savolim bor. Xo'sh, nima uchun odamlarni o'ldirasan-da meni yomon deysan? Sen yomon Nursan. Menga chalg'itib savol berib o'zi suzib ketdi-ku. Sakrab yana. Men bu yerdan sakray olmayman. Mayli, hozir Nursan orqasidan yeta olmayman. Suvga tushkim kelmayapti. Axir cho'ntagimda monitor va telefon bor. Hammasi qo'l bo'lib ketadi, lekin bir tarafdan Nursan mayli.
Ketdik. Uni tutishimiz muhimroq. Hammasi topiladigan narsa, asosiysi Mirni xotinini topish va nima? Yo'q, shu vaqtda server qotadimi? Bo'lishi mumkin emas. Faqat tutib olsam bo'lgani. Crazy. Mana o'sha qanaqadir o'rmon uyi. Hozir ko'ramiz. Qani, ichkarida yorug'lik nima bo'ldi? Fakil qo'yib. Ha, mayli. Bo'ldi do'stlar, baglarga e'tibor bermagan holda kirishimiz kerak. Crazy. Jennerson. Fakil turibdi rostdan ham o'rmonni uyni ichida fakil. Hoppa. Bu kiyimni bir bo'lagi shekilli Mirni xotinini zanjirband qilib qo'ygan. Nima bo'lishi mumkin emas. Tushunmadim. Nimaga to'pponcha o'ynayapti? Axir bu yerda oraliq joylar bor, ya'ni stol kiryapti-da, chiqyapti, lekin bola bitta qiziq, ammo qayoqqa g'oyib bo'ldi bular endi? Olib ketishga ulguribdi, balki ungacha allaqachon olib ketgandir. Bularning hammasi esa shunchaki tomosha, chunki nima uchun bir parcha matoni tashlab ketdi? Meni ahmoq qilish uchun. Crazy Jitel men o'ylagandan ko'ra ancha aqlliroq chiqdi va o'ylashimcha do'stlar, uni tutish juda ham katta muammo bo'ladi. Mayli, kelinglar hozir qishloqqa qaytamiz va bilmadim nima qilishimiz mumkin. Bu juda ham o'ylab ish qiladigan narsa, chunki boshimizni yaxshilab qotirmasak, Crazy Jitel Mirni xotinini umuman qaytarmaydi. Aniqrog'i biz qaytara olmaymiz. U qaytarishni istamaydi, uni o'ldirish uchun olib ketgan yoki bizni ahmoq qilib biz bilan o'ynashish uchun. Qanday yaxshi qishloq edi-ya, tinchgina, lekin Crazy Jitel kelgandan keyin hammasi yomon bo'lib ketdi, chunki u g'irt manyak. Kim bu? Urrot. Огородni qurib ketibdi bu yerga. Mayli, hech bo'lmasa qishloqni ichi tinchmi deb o'ylasam, yo'q, tinch emas. Bo'pti. Iloji yo'q. Endi ertalab bo'lganda tutamiz. Qanaqasiga tutamiz? Hech kimni tuta olmaymiz. Chunki Crazy Jitel har doim bir qadam oldinda. Mayli, hozir merga aytdi. Eshik ochiqmi? Bo'lishi mumkin emas. Oxir eshik yopiq, janob mer. Nima? Jensbekka. Do'stlar, menga kim xat tashlab ketgan bo'lishi mumkin? Nahotki Merni o'zi? Mer xat tashlab ketmagan bo'lardi. Tak, ertalab bizga kim xat tashlab ketgandi? Yo'q. Mer Jennerson, Crazy Jitel. Mer ham endi menda deb yozib ketgan. Edni deb xato qilib, lekin baribir ham Mer rostini menda uni qo'lida. Nima qilaman? Axir Jitellar ertaga savol berishni boshlashadi. Qayoqqa g'oyib bo'ldi Mer deb. Tak bo'ldi. Hozir mana bu ramka bilan daftarni yo'q qilishimiz kerak, chunki meni bo'ynimda qolib ketishi mumkin. Xo'sh. Tak, qayoqqa g'oyib? Mayli. Tak, mana bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, yondirib yubora olmagan. Yondirib ham yubora olmayman, chunki menda ko'mir yo'q. Nima? Eshitdinglarmi, kimdir yurgandek bo'ldim. Tak, hozir bularni tashlash kerak. Tak. Tashqariga chiqamiz, tashqariga. Kimdir aniq o'tib ketdi oynaning yonidan. Eshitdim ovozini. Xo'sh, mana Crazy Jitel, men qurolsizman. Kel, yaxshisi gaplashib olamiz. Jennerson yo'q, u meni shunchaki ahmoq qilyapti. Bo'lishi mumkin emas, balki bu shunchaki chalg'itish bo'lgandir. U meni chalg'itgan va balki uni sherigi bordir, akasi, ukasi yoki shunchaki biror bir do'sti Merni o'g'irlab ketgan. Aks holda qanaqasiga ham meni ahmoq qiladi, ham orqasidan quvdirishga majbur qiladi va kameraga tushib qoladi. Bu yerda bir gap bor. Mayli, lekin men nima qilishni bilaman. Hozir biz uyimni tagini kovlashni boshlaymiz. Bu yerda men bir narsa qilmoqchiman. Hozircha uni sir saqlayman, chunki bu juda ham sekret narsa. Tak, bu yana qanaqadir cook blok. Tushunmadim, buzilmayapti ham. Hozir chiqqanda fakil olib kelsam bo'lar ekan. Qachon? Bu yerda fakil yo'q, axir hamma uxlayapti. Ertalab bo'libdi-ku. Yaxshi, hammaga salom do'stlar, mening ismim Jensbek va ishimizni davom ettirishimiz mumkin. Tak, mana bu qanaqadir cook blok. Uni umuman sindira olmayapman. Bilmadim bu nima, lekin mayli. Tak, mana bularni ham olamiz va kelinglar ochishni boshlaymiz podvalni. Xo'sh, bizga bu yerda podval kerak. Nimaga desangiz, bu sir. Keyingi qismda aytib beraman. Shuning uchun ham do'stlar, kanalga obuna bo'lib, tez like bosib qo'yinglar. Bu juda ham muhim, chunki biz birgalikda tutishimiz kerak Crazy Jitelni. U shahar va qishloq hayotiga juda ham katta xavf tug'diryapti. Do'stlar, hattoki shaharga ham. Chunki kecha uxlashimdan oldin menga kelgan xabarga ko'ra, u trassada odam o'ldiribdi. Do'stlar, 2 kishi mashinada bo'lgan, u bittasini aldab chiqarib olgan. Ular bilmadim nima uchun to'xtashgan, balki taksi to'xtasin, menga yordam kerak deb to'xtatganmi bilmadim, ammo Crazy ularni to'xtatishga muvaffaq bo'lgan. Shundan keyin esa bittasini o'ldirgan, bittasi esa mashinani haydab qochishga muvaffaq bo'lgan. Bu juda ham qiyin ishonish, chunki Jensbek, kim keldi ekan? Hozir chiqyapman. Tak, mana bularni qo'yamiz va Jennerson, hozir buni olsam tagida stolmidi? Stolmi nimadir turibdi-yu, oddiy blok ekan. Mayli. Tak, hozir chiqyapman.
Nima bo'ldi? Mer qani? Mer bilmasam, qanaqasiga? U yerda yozuvchi qaysi yozuv? Yur ko'rsataman. Qanaqa yozuv? Merning uyida. Merning uyida qanaqangi yozuv bor ekan? Hozir ko'rsataman-da. Tushunursan. Xo'sh, kelchi. Aha. Mana o'zing qara. Ha, mayli. Xo'sh, nima deysan? Kerak bo'lsam jins bekdan so'ril. Bilmadim rosti. Ha, hayronman, men bilmayman. Ha, mayli, o'tib ketay. Boshqalarga ham aytay, bugun oylik olish kuni edi. Oylik olish kuni. Jinurson qishloqda axir. Agar hozir kech qoladigan bo'lsa oylik, bir kunga bo'lsa ham katta shov-shuv ko'tariladi. Mir g'oyib bo'lganda hamma bilib qoladi. Nimadir o'ylab topmasam bo'lmaydi. Nimadir qilish kerak, lekin nima?